Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 2-oyning 19-kuni. Xabarlar qaraganda Ukrainaning masalasi barg'ansiri jiddiylashibdi. Bo'libmi, Sharqiy Ukrainada bomba portlash, zambirakning o'q ovozlari rasmiy guldirg'aras bo'lib, urush boshlangandek bir vaziyat yuz beribdi. Bunda aytganda urush boshlandi desak bo'ladi ekan. Rossiyaning prezidenti Putin apandim Ukrainani bütün kuchi bilan yutib oldigan urush tayyorligiga jiddiy atlanib yetibdi. Undan boshqa Amerika, Angliya, Yevropa ittifoqdosh davlatlari Germaniyaning Myunxen shahrida Yevropa bexatarlik yig'inini ochibdi. Yig'inning asosli mazmuni qanday qilganda Rossiya va Putinga taqobil turish va qaytarma zarbaga o'tish. Yig'inda Ukrainaning prezidenti Zelenskiy apandi intayin muhim bo'lgan nutqlarni so'zlab, yig'inga qatnashgan vakillarni intayin ta'sirlantirib, yig'in vakillari hammasi chavaqchilab o'rnidan turib ketibdi. Bu yig'inda Angliyaning bosh vaziri, Yevropa Birligining boshlig'i, Shimoliy Atlantik okean aktiv tashkilotining bosh kotibi hammasi birdek ovozda nutqlarni bayon qilib, o'xshash mazmunda Xitoy va Rossiyani ayblabdi. Rossiya va Xitoy davlatlari ig'iz burun yalishib, niyatini qora qilib, dunyo tartibini qayta o'zgartmoqchi bo'ldi. Razil kuchlar o'z oldiga dunyoga yangi bir tartib qoida bekitmoqchi bo'lyotdi va shu maqsadga yetish uchun Ukraina davlati va Tayvanni yutib olmoqchi. Undan boshqa Ukraina davlatining ichki ishlar ministri bir turkum xizmat guruhi bilan Ukrainaning sharqiga borgan vaqtida Rossiya tarafining zarbasi uchrabdi. Zambirak o'qlarining portlash jarayonida o'lib qolgan tasqabdi. Fox televizor stansiyasining muxbirlari hayotidan ayrılığını tasqabdi. Rossiya bir tarafdan Sharq Ukrainaga zambirak etib tajovuz qilayotgan bo'lsa, lekin Rossiyaning medialarida Ukrainaning armiyasi Rossiyaga tajovuz qilyotdi deganga o'xshash mazmunlarni butun televizor taratqularda keng ko'lamda anglitib etibdi. Mana Ukraina armiyasi Rossiyaga tajovuz qilyotdi degan mazmunlarda. Bunda aytganda Rossiyaning butun tashviqot mashinalari urush vaziyatini anglatgan turibdi. Maqsad nima deganda butun Rossiya xalqini aldash, dunyoni aldash va bu orqali Ukrainaga tajovuz qilish asosini solmoqchi ekan. Uning ustiga Rossiyaning prezidenti Putin bugun maxsus shaklda Rossiya kashf qilgan yuqori sur'atli boshqarilgan bombaning sinoq jarayonini ko'zdan kechiribdi. Myunxendagi bexatarlik yig'inida Ukrainaning prezidenti Zelenskiy yig'inga minib kirganda yig'inga qatnashayotgan vakillar butunlay o'rnidan turib, Ukrainaning prezidentiga ehtirom bildiribdi. Chunki Ukrainada urush bo'layotdi, vaziyat intayin xatarlik. Ukrainaning vaziyati intayin xatarlik bo'layotgan shunday mezgilda xatarga qaramay, bu yig'inga qatnashib, butun dunyo va Yevropaga chaqiriq qildi. Zelenskiy apandi nutq so'zlaganda ba'zi bir yevropaliklarga bo'lgan achchig'ini chiqaryapti. U deydiki, Ukrainaning bexatarligi butun Yevropaning bexatarligi. Ayni vaqtida Rossiya Ukrainaning Qrim degan yeriga tajovuz qilgan vaqtida Yevropa Birligi va NATOlarga yordam qo'lini sunish to'g'risida murojaat qilgan edim. U chaqda yevropaliklar tishlarini ko'chlab o'tirib, Ukrainaga ko'ngil bo'lmagan edi. Endi Rossiya Ukrainaga tajovuz qilish oldida turyapti. Ukrainaga tajovuz qilib bo'lgandan keyin Yevropaga yaxshi kuni yo'q. Shunlashqa Ukrainaning talabi Shimoliy Atlantik okean aktiv tashkilotiga a'zo bo'lishni xohlaydi va Ukraina bilan suhbat ilib borsa bo'ladi. Ukrainaning talabi Rossiyaga urush bo'lgandan keyin emas, hozirlam keng ko'lamda jazo yurgizish kerak. Butun dunyo va yevropaliklar unumli chora usullar bilan Rossiyaga taqobil turish kerak deb talab qildi. Germaniyaning Myunxen shahrida ichilayotgan Yevropa bexatarlik yig'inining asosli mazmuni va Ukrainadagi eng yangi ahvollar mana shundoq. Hammanglarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.